shamollasak lekin dabdalada. Yozdan qishga o'tdik. Biz mana bunaqa nozik narsalar bilan kelganmiz. Hozir kimdan kiyimlar ko'rsam oldim, mana kiyim oldim. Shamollab qoldim. Hozir medpunktga keldik, bu yoqda kasalxonasiga 3 yuan turar ekan mana bu narsa. Shuni olasan dedi, kiyimga yopishtirasan dedi. Issiq tutadi dedi hozircha. Bilmayman. Haqiqatan ham istadim bu narsa, biladiganlar bormi? 3 yuan bizning pulimizga 1 dollardi. 2 ta oldim mana. Bu tomonga ham yopishtirdim, bu tomonga ham yopishtirdim. Shamollasak lekin dabdalada. Kasalxona hamma joyda. Oladingizmi yo'qmi? Hozircha yo'q. Siz ham mana bunaqa narsa oling aka. Mabodoga sizlarga ham kerak bo'lib qoladi. 65 gradusgacha issiq tutar ekan mana. Bu tanaga yopishtirmaylar deyishdi. Tana uchun juda opasniy ekan. Kuyib qolishingiz mumkin. Bu bilan uxlash ham mumkin emas ekan. Xullas kiyim ustidan yopishtirdik-da. Mabodoga kelsanglarga, shunaqa sovuq joylarga xullas yaxshi narsa ekan. Keyin qish paytida O'zbekistonning ham sovug'i juda baland bo'ladi. Menimcha shu narsani O'zbekiston bozoriga kirgizsak qanaqa bo'lar ekan? Nima deysizlar? Yaxshi toqqa qilsa bo'ladi-a lekin.